Bu kadrlar tarixga muhrlanadigan daqiqalardir. AQShdagi Ringling qarindoshlari Barnum va Beyli sirkida fillar oxirgi marta tomosha ko'rsatishmoqda. Bu kabi sahna ko'rinishlar 150 yildan beri tomoshabinlar hukmiga havola etilib kelinadi. Biroq so'nggi vaqtlarda amerikaliklar hayvonlarni sirklarda tomosha ko'rsatishlariga qarshi chiqishdi. Sirk rahbariyati jamiyat talabini qondirishni ma'qul ko'rdi. Endi bu yerdagi ulkan hayvonlar Floridadagi tabiat qo'riqxonasiga yuboriladi. U yerda jonivorlar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Bir chetay okun o'tgan 15 yil oralig'ida birinchi ret fillarni sirkdan chiqarib chatamiz. Biroq o'ylab ko'rsak, buning bari yaxshilikqa, cho'ng jonliqlar yo'qotmay saqlab qoluvga shart tuziladi. Biroq fillarni Amerikadagi kichik sirklarda uchratish mumkin. Ularda ham umumiy bo'lib 70 ga yaqin fillar turli tomoshalarni qo'yishda foydalanib kelishadi. Shunga ko'ra bu yerda ham hayvonlarni tomosha ko'rsatishga qarshi chiqqanlar soni ortib boryapti. Hozirgi vaqtda AQShda 250 dan ortiq fillar odamlar tomonidan parvarish qilinayotgan bo'lsa, yovvoyi tabiat ular soni 40 mingga yetadi.